Yaqinda mehmon kutasiz-u, chaqchuqlar narxini bilib oling. Gajey nech pul? Gajey 160 ming so'm. Pista mesni bu nech pul? 180 ming so'm. Bodom nech pul? Bodom 150 ming so'm. Narigi pista nech pul? 140 ming so'm. Keyingisi 160 ming. Chaqilgan bodom nech pul? 150 ming so'm. Yong'og'imiz 120 ming so'm. toza magiz nech pul? 90 ming so'm Samarqand magiz. Pikan yong'og'i nech pul bu? 140 ming so'm. Makadam yong'og'i ekan. Nech pul bu do'stim? 130 ming so'm. Hozirmi? Tatib ko'raman. Bismillah. Zo'r ekan. Mana shu qo'limdagi nabor 50 ming so'm. Do'stim, mana shu turshiydan oling. Gap bo'lishi mumkin emas, men lekin shu mahalgacha bunaqa turshiy yemagan. Dastlabki xizmatlari ham bor. Telefon raqami, joy nomerlari hammasini qoldiraman Telegram kanaliga. Telegram kanali silkasi profilda bor. Mana do'stim, qisqacha chaqchuqqa bo'lgan obzorimni yakunlayman. Fikringlarni qoldiringlar endi izohlarda. Ja bo'lmasa bitta smaylka tashlab ketinglar. Xayr, sog' bo'linglar. Bye. Bye.